Aden ekspertning onasini eshitishga siksin. Birpas shoshma. Menda imkon yo'q, senda esa hali bor. Panjara o'rtadaman. Sen esa ozodlikda. Demak, sen mendan qura baxtlisan. Sababi o'ylan. Ota-ona va farzandlaring doim yoningda. Men esa ularni bir bora diydorlarini ko'rishga zo'r, yo'llariga intizorman. Aqling bo'lsa hech qachon va umuman qimor o'ynama. Men qilgan xatoni sen ham takrorlama. Men bu qimorda nafaqat pullarimni, balki qadrim va baxtimni yutkazdim. Shu sababli bugun zax bosgan panjara o'rtadaman. Xato qilib hayotning sharobu zahrini ichdim. Ravo yo'llari qolib jonzorini kechdim. Kulib boqmadi taqdir, azobga bag'rim ochdi. Xudo bergan umrimni tosh ko'chalarga sochdim. To'rt devorning ichida dunyo, umidimda bermadi sado. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim. Asragin, asragin, panoh bergin o'zimga. Ey Xudo, sendan o'zga yo'q ishonganim.